Hammaga assalomu alaykum. Bugun Cobalt generatorini tekshirib ko'ramiz. Buning uchun bizga 12 volt plus-minus kerak bo'ladi. Minus korpusga, plus esa glavniy klema qotadigan bolt qo'yamiz. Va buni ishlashligi bo'lishligi uchun voltmetr kerak bo'ladi. Voltmetrni ham minus korpusga, plus esa klemani boltiga ulaymiz. Ishlanish 12.8 va o'zini shtekeridan kerak bo'ladi. Generator aylantirishlik uchun qurilma drel yoki motordan foydalansak bo'ladi. Generatorni birinchi aylantiramiz va shtekerdagi o'ng tomondagi simni plusga tekkizamiz. Va generator ishladi. Uch holatda tekshirsak bo'ladi. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar.